Minecraft lekin biz orollarda bir-birimizga qarshi jang qilishimiz kerak va bunda bizga Salvador yordam beradi. Qoidalar esa juda ham oddiy. Shunchaki raqibda uyidagi almazni blokni olib, o'zining bazasiga olib o'tishi kerak. Xullas kalom, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Fayzi va bugun biz juda ham ajoyib video olamiz. Sizlar esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, chunki biz videomizni boshladik. Qani, let's go. Tak. Xullas kalom, biz videomizni boshladik va mana bu almazni blokdan bekitishimiz kerak. Biz bilan esa mana bu yerda Salvador. Короче, bugun biz bilan jang qilmoqchi. Xullas kalom, biz hamma narsani уже olishni boshladik va короче tayyorlanishimiz kerak. Mana bu narsalarni olamiz, mana bu narsalarni kiyamiz va biz уже salkam tayyormiz. Sizlar esa like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, chunki bu juda ham muhim. Xo'sh, endi esa biz kirka olish esimdan chiqib qopti, mayli. Almazni bekitish shart emas, o'sha yerga qo'yib qo'yamiz. Xullas, короче, uni bu yoqqa olib keltirmaslikka, yo'naltirmaslikka harakat qilamiz. To'g'rirog'i kelishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilaman. Nega? Eshikdan chiqib bo'lmaydi do'stlar. Bo'ldi. Endi esa mana bu yerda bunday yopib qo'yamiz, chunki u bu yoqqa kira olmasligi kerak va biz mana bu yerdan hali u chalg'ib turganda sekingina qurib o'tishib ketdi. Hech qisi yo'q, hammada bo'lib turadi do'stlar, hammada bo'lib turadi. Mayli, biz esa endi ikkinchi marta harakat qilib ko'ramiz. Voy, qiyshiq. Короче, endi ikkinchi marta harakat qilib ko'ramiz. Bu safar o'xshamasa bo'lmaydi, ama. Короче, endi ehtiyotkorroq bo'lamiz. 1, короче, 2, 3 ketdi. Davay. Hop, qatyapti. Uy, va lekin bunisi hammada ham bo'lib turolmaydi. Mayli, hech qisi yo'q. Balki bu ham kimdadir bo'lib turar. Uje ko'p narsalarim uje yo'qotib yubordim buni deb, lekin afsuslamayman, chunki menda yana ozgina narsa qoldi. Короче, shuni o'zi bilan ham eplab tashlaymiz. Qaranglar do'stlar. Короче, biz olg'a bosamiz. Qani. Tushib ketdi. Qani. Tushib ketdi. Va sharmanda. Salvador salom va xayr va bo'ldi, shu bilan tugadi. Bo'ldi. Chiqmaysan. Bo'ldi, tugadi. Bo'ldi, buni tarixi shu yergacha edi xolos. Endi esa biz uni bekitgan almazini oqtarishimiz kerak do'stlar. Uydan chiqib qolmasdan tezroq oqtarib, tezroq. Короче, yerda tagiga bekitgan bo'lish. Eto. Mayli. Hech qisi yo'q do'stlar. Biz hozir 5 sekundda tayyorlab olamiz. Bu biz uchun hech narsa emas do'stlar, o'zlaring bilasizlar-ku. Tap va hammasi tayyor ushi. Bizga teng kelisholmaydi bular. Короче. Salvador o'zi yana o'lib ketopti. Bizga esa bu plus bo'libdi. Hop, privet va до свидания. Bo'ldi, tugadi. Hop, ashta qol. Bo'ldi, baqa chiqma. Bo'ldi, biz esa ungacha nima olmayapman? Kurak olmayapman. Короче, nima? Bel kurakmidi? Короче, o'sha bel kurakni olmayapman. Lekin kirkada chopib o'ramiz endi. Yoki maytda balki mana bu yerga bekitgandir, bizni to'pbo'y deb o'ylayapti bu. Salvador. Qani, batta bas ekan, hozir mana shu tomonlarga bekitgan bo'lishi mumkin. Endi bilmadim, balki 50 ga 50 ishonchim komil emas. Hatta biz bu yerda ko'ylayotganimizda u bizni bazaga o'tgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun tezroq kovlab borib xabarim olib turish kerak bundan. Bu bo'lmasam biz bazada bemalol xohlaganini qilib deganda aytdim do'stlar. Bemalol yuribdi, bemalol. Hozir buni biz bittada aytib o'ldirib olamiz, shu bilan yo'q. Burayam kiyibdi. Tayyorlanishlar qattiq-ku. Lekin tugadi shu bilan. Короче, mana уже atrofini sindirib bo'lgan ekan. Eshik asabimni buzyapti. Ana blok eshikni oldidan o'tib bo'lmas ekan bu nimada? Minecraftda. Hop. Mana bu yerda kimdir nimadir qilib, bo'ldi, o'zi buzyapti ekan eshikni. Privet!
Assalomu alaykum, до свидания. Shu bilan tugadi. Va biz maytib qo'ylayotgandik вообще-то. Uy, uy. Mayli, hech narsa qilmaydi. Biz yana bir marta ko'pa. Uy. Uy, Salvador, sekin. Hop, ana bo'lar ekan, mana shunday bo'lsin. Chiroyli bo'lsin. Mana narsani bunday to'sib qo'yamiz. Korroch, ketdik. Oba, uy. Voy, yana bir marta sharmanda. Mayli, biz seni mana shu kutib olamiz. Приветствуем. Да приветствуют. Oba! Mashdan turib o'ldiraman seni. Qani meni kuragim, men shu bilan urib o'ldiraman. Oba! Wow! Nima bo'lyapti? Yomon tez tushib ketib qolyapti. Bu bo'lacha. Do'stlar, nima bu ahvol? Yana kelyapti ekan. Davay, bo'ldi. Endi orqadan zarba beramiz. Davaychi. Oba, kutilmagan, yo'q, kutilgan. Oy. Sekin. Hop, ana bo'ldi, tugadi. Masalan, hal ekan o'zi. Faqat almasini topolmayapman-da shu bolani nimagadir boyadan beri. Mana bu yerda bekitamiz. Chiqolmay tur 5-10 minutga chiqolmay tursa juda ham yaxshi bo'ladi. Uy! Hop, bo'ldi, tugadi shu bilan. Bo'ldi, mayta qol, mashta qol короче. Biz esa mayta qo'ylayotdik va pishetta. Sizlar meni chalg'itmanglar meni do'stlar. Undan ko'ra like bosib, kanalga obuna bo'linglar va komment yozib qoldiringlar. Agar aytgancha kimga shu Minecraft kerak bo'lsa, Telegram kanalimga tashlab beraman. Agar 5000 ta bo'lsak do'stlar, davay 5000 ta qilib tashlaylik, keyin Telegram kanalimga shu realistik Minecraftni tashlab beraman. Ya'ni 32x. Qayoqqa ketyapsan? Qayoqqa ketapsan? Nima qilyapti bu yerda? Olmasni qo'li bilan sindiryaptimi? Bunaqa bo'lmaydi bizda. Bola paqircha nima qilyapsan? Hop, o'zi ham har xil shevada gapirib tashlayapman. Endi e'tibor bermaysizlar menga. Shunisi yoqadi. Hop. Sekin. Salvador, hop. До свидания. Bo'ldi, bugun necha marta o'lganini o'zi sanasa ham hisobiga yeta olmaydi menimcha. Shu bilan oba! Mana buni headshot dedilar. Salkam headshot menimcha. Yoki yo'q. Mana bu yerda qo'ylash kerak. Mana shu yerda bekitgan bo'lishi ham mumkin. Yoki вообще-то uyni tepasiga bekitgan bo'lishi ham mumkin. Короче, uy tepasiga ketdik. Davay. Hop. Va mana bu yerda ko'lasak, balki mashinadan chiqib qolishi mumkindir. Bo'ldi. Bo'ldi mana. Video ham juda ham tez tugab qoldi. Bekor oson joyga bekitib qo'yibsan, Salvador. Bekor unday qilsan-da. O'zi bizning uyimizga kirib oldi, bemalol. Sekin. Sandiq. Sekin. Va bo'ldi. Shu bilan g'alaba bizniki do'stlar. Agar ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, albatta obuna bo'linglar do'stlar, obuna bo'linglar. Nima qilyapsizlar? Salvador, nima qilyapsan? Mayli, o'lib beraveramiz. Baribir yutdik biz, yutdik. O'lganimizdan senga foyda yo'q. Tushunmayapsanmi? Bratchik. Bo'ldi endi. Yerda kravatni sidirib qo'yibdi, isqirt. Mayli. Lekin bizga farqi yo'q. Короче, kanalga obuna bo'linglar do'stlar, chunki men tug'ilgan kunimgacha 10 ta bo'lishimiz kerak. Video yoqqan bo'lsa albatta va kommentda yozib qoldiringlar. Agar 5000 ta bo'lsak, shu Minecraftni Telegram kanalimga tashlab beraman. Hammaga ko'rishguncha.